Xalqim bir mehmon keldi endi O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Rossiyada zaslujeniy mehnat singan trener ekan bokslarni. Mavlon aka degan. Shunga meni Hashimni yaxshi ko'rib qolibdi. Hadiyasini berib ketaman deydi To'ypalovdan. Kelaverasizlarmi aka? Ana Mavlon aka Aliar aka, Mavlon aka, ana Hash keldi Mavlon akani yaxshi ko'radim. Mavlon aka, zaslujeniy trener Qoraqalpog'iston, O'zbekiston, Rossiya Federatsiyasining hadiyasini beraman To'ypalovga dedi, Muzaffarga deb, ketib borayotgan deyapti. Shagirdi Azamat Quljonov shu biletlarni olib bo'lam silab hadiyasini olib qoladi. Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston hamma sizni hurmat qiladi Mavlon aka. Shuncha trener, sportsmen, chempionlar tarbiyaladingiz. Tojikistondan bor ekan. Sizga rahmat. Shunday shagirdlar, bolalar tayyorlagansa. Sizga da. Hadiyasini bering. Rahmat, kutib olib Hadiyasini bering qana. Amin, amaslik xatran, tinchlik bo'lsin, harakatchilik bo'lsin. O'sha xonadonlar menga quchog'ingiz qilinglar, ovqatlar yesin. Pullarim ko'paysin. Amin, amin. Sog'lig'im katta bo'lsin. Amin. Shu yerlarda endigi kunlarda kutib olgan shunday qilib. Amin. Mavlon akani yaxshilab tushir, yaqindan ko'rsin. Aliar aka, sizga da rahmat. Shu to'yman aka. Rahmat Mavlon aka, omon yuring, og'irman. O'tirmaysan. O'tiraman. Hammaga salom deb yuring. Qozog'iston, Rossiya ko'radi. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya hammaga salom. Rahmat hammangizga.